juda ham baquvvat, sifati zo'r, narxi hamyonbop granulyatorlar olib kelib qo'yganmiz. Video davomida ishlash tartibi, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani boshladik unda biz. Xo'p, birinchi boshlaydigan bo'lsak, bu granulyatorimiz ikkita rolli bo'lib, 4 kilovatli bo'ladi, 220 volt bemalol ishlaydi. Xitoyda ishlab chiqarilgan mis motorli bo'ladi. Mana bu yerda o'zini misol tokingizni vatini ko'rsatib turadigan datchiklargacha bor. Bemalol 220 volt ishlatsangiz bo'laveradi. Soatiga 50 kilo, 60 kilo mahsulot turiga qarab turib 70 yo 80 kilogacha ham chiqaraveradi. Xo'p, bunimizning narxini bo'lsa 430 dollar qilib beramiz buning narxini. Butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holda dastavkalarimiz mavjud. Undan keyingiga keladigan bo'lsak, bunimiz mana olib kelingda, 3 ta rolli bo'lib, bu ham 220 voltda ishlaydi. Bu 4 kilovatli bo'lsa, bunisi 5,5 kilovatli bo'ladi bu. Lekin bu ham 220 voltda ishlaydi. Ancha korpuslari qalin, zo'r ishlab chiqarilgan. Bu bo'lsa soatiga 80 kilo, 90 kilogacha mahsulot turiga qarab turib, matritsa tishiga qarab turib, misol bemalol granulat ishlab chiqaraveradi. Bunimizning narxini bo'lsa 470 dollar qilib beramiz. Aytganimizdek, o'sha butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud, faqat kelishilgan hollarda. Undan keyingiga keladigan bo'lsak, 4 ta rolli bo'ladi bu. Bir qator ko'ringda. Bu motori, bis motor buniki ham 5,5 kilovatli bo'ladi. 220 voltda bemalol ishlaydi. Korpuslari ancha baquvvat buni ham. Bu bo'lsa soatiga 90 kilo, 100 kilo, 110 kilogacha granula ishlab chiqaraveradi. 220 voltda ishlaydi. Xo'p, bunimizning narxini bo'lsa 510 dollar qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha aytib o'tganimizdek dastavkalarimiz mavjud. Xo'p, undan keyingilari bo'lsa mana ko'ringmi? Bu 4 taligi bo'lsa, bu 3 talik bo'ladi. Bularning narxi ham bu bilan bir xil, 510 dollar. 3 talik, 4 talik. Motorlari 5,5 kilovatli, 220 voltda to'liq ishlaydi, mis motorli. Alyumin motor emas, alyumin motor bilan adashtirib o'rmaysiz. Keyin O'zbekistonda ishlab chiqarilgan granulyatorlar bilan adashtirib o'rmaysiz. Bular hammasi to'liq Xitoydagi zavodniki bo'ladi. Undan keyin bo'lsa, mana olib kelingda. Endi bo'lsa, mana 3 ta rolliga keldik. Bu 3 ta rolli 11 kilovatli bo'lib, 3 fazali bo'ladi. Bu bo'lsa, soatiga 200 kilo, 300 kilogacha yem chiqaraveradi bemalol. Motorlari buniki ham mis motor bo'ladi. Ancha baquvvat bu ham. Bemalol misol olib ishlatsangiz bo'laveradi. Bunimizning narxini bo'lsa, eng arzon narxlarda narxini oxiri buni 1100 dollar qilib chiqardik. Bu aytib o'tganimizdek butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Undan keyingisi bo'lsa 4 ta rolli bo'lib, ko'rsatingda 4 ta rolli bu 18,5 kilovatli bo'ladi. Motorini ko'ringda kattaligini. O'zi ham juda katta. Telefonda ko'zingizga kichkina ko'rinishi mumkin, lekin o'zi juda katta. Ancha misol korpuslari ham baquvvat, choyandan ishlangan. 3 fazali bo'ladi. Bu ham aytib o'tganimdek 18,5 kilovatli bo'ladi. Bu soatiga 250 kilo, 350 kilo xomashyo turiga qarab 400 kilogacha chiqaraveradi. Buni narxini bo'lsa 1390 dollar qilib belgiladik. Bemalol misol murojaat qilaverasizlar. Kimga shunaqa misol baquvvat, katta sig'imli, katta misol ko'pgina granula ishlab chiqaraman degan mijozlarimiz uchun bunaqasidan olib kelib qo'yamiz. Undan keyingisi bo'lsa, mana ko'ringda, ancha katta, mana bo'yim ancha uzun, lekin bo'ynimdan kelib turibdi. Ko'rib turibsizlar, juda ham baquvvat. Bu ham 4 ta rolli bo'ladi. Rollilarni ko'ryapsiz. Ingichka yoki kichkina rollilardan emas. Rollilar ham ancha baquvvat. Xo'p, bu bo'lsa 22,5 kilovat bo'ladi. Soatiga
400 kilo, 500 kilo xomashyo turiga qarab, 500 kilodan ham o'tadi. 550, 600 kilo chiqarar. Xomashyo turiga qarab faqat 3 fazali bo'ladi, 22,5 kilovat bo'ladi. Buni narxini bo'lsa 1750 dollar qilib belgiladik. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Bundan oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek, mana bu granulyatlarimizni ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib berganmiz. Bularda ham misol sifati bir xil, faqat bularning farqi bular o'zini start stoplari bor. Xo'p, oxirgi model bo'lganligi uchun bular narxlari dicha bularga nisbatan balandroq, lekin narxi yengilroq bo'lsin siz, bularni yarim puliga mana misol 430 dollar, 450 dollar, bemalol misol bular yarim narxiga keladi bular. Bularni olib misol chiqarsiz bo'laveradi. Faqat farqi bular misol soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqarsa, bular 70 kilo, 80 kilo, 50 kilo shunaqa chiqaradi. Yana shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Matritsa buni misol granulyatlar zapchastlarni misol qidirib yurgan yo olsa misol buzilib qolsa, mabodo 4-5 yildan keyin, 5-6 yildan keyin buzilib qolsa yoki matritsa misol yana qo'shimcha kerak degan mijozlarimiz bor. Matritsalardan, rolilardan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bular ham sotuvda bor. Xudo xolasa hamma zapchasti o'zimizda bor. Zapchastdan misol muammo yo'q. Aytib o'tganimizdek, hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan, O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan, o'zimiz yasamaganmiz. Hammasi Xitoydagi, zavodniki. Sizlarga imkon qadar ma'lumotlarni berishga harakatda bo'ldik. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.